Sizlarga va'da qilingan 4 ta plagin ko'rsatib o'taman. Videoni boshlashdan oldin like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar. Uzoqlarda o'zingizlarning fikringizni yozinglar. Nimani o'rganmoqchisizlar, yana qo'shimcha qanaqa ma'lumotlar, qanaqa video darsliklar chiqaraylik, o'shalarni ham yozib ketsangiz zo'r bo'lardi. Endi do'stlar, bu hozir birinchi tushuntiradigan plagin Magic Ballet. Bu ranglar bilan ishlaydi. Mana qaranglar. Buni o'tgan Instagramda ham tushuntirib ketganman. Bu yoqda ham hozir aytib ketamiz. Xohlasanglar do'stlar, buni mana bu holatda bu yoqqa qo'yib olsak ham bo'ladi. Mana buni qilib ochib olsak bo'ladi bemalol. Ko'rsanglar bemalol mana bu ranglarni nastroyga qilib o'ngga chapga xohlagandek to'g'rilab o'zgartirib ketishimiz mumkin. Mana shunaqa qilib foydalansak bo'ladi. Reset mana buni bossanglar, reset holati keladi. Endi qaranglar. Mana buni ustiga bitta bosadigan bo'lsanglar, bu before after, ya'ni oldingi va keyingi holatini ko'rsatib beradi. Continue'ni bitta bosamiz, bu yoqda turli xil format chiqarib beradi. Bizda qaysi formatni tanlaymiz? O'zimizga kerakli. Masalan, don't know board, flat board, masalan, men mana shuni tanladim. Bo'ldi. Ketdik. Okta bosamiz. Keyin o'zimizga kerakli holatda qaranglar. Men buni sal chaproqqa suryapman. O'zi ko'k chiqyapti. Iloji boricha mana shu ko'k yozuv chiqmasin, ko'k rang bo'lmasin. O'zgarib ketsa, mana bu yoqda qarasanglar, o'qisanglar ham o'zi aytadi. Lekin mana bu yoqda keyingisiga o'tamiz. Keyingisida mana oqda levelini to'g'irlash uchun mana buni sal tortamiz. Qaranglar, qizil chiqyapti. O'sha qizil salgina chiqib chiqmagan holatda foydalansak bo'ladi. Keyin mid-tonni mana buni qilib foydalansak bo'ladi. Ko'tarib, tushirib, mana ko'tardik. Keyingisi mana o'zi mana shu chiziqqa moslashtirib qo'ysak yaxshi chiqadi. Chiziq. Aynan mana shu chiziqning atrofida yig'ishimiz kerak. Mana buni ham xuddi shunday ko'tarib olib kelamiz o'zimizga kerakli holatda. Mana qancha ko'p chiqarsak, shuncha saturation boyitilib ketadi. O'shaning uchun buni sal pastroq holatga keltiramiz. Chunki kinoshni chiqishi uchun saturation pasaygan bo'lishi kerak. Keyingisi mana temperatura холодный qilmoqchi bo'lsanglar, buni ko'k tomonga tortasizlar. Agar iliqroq qilmoqchi bo'lsanglar, mana bu oranjiy tomonga qarab tortsanglar bo'ladi. Menga asosan mana bunaqa ranglar, ya'ni холодный ranglar ko'proq yoqadi. Tint ham o'ziga yarasha ranglarni mana bunaqa o'zgartirishi mumkin. Vaziyatga qarab foydalanasizlar do'stlar. Menga mana shu holat yoqdi. Va keyingisi mana finish, oldingi holati, mana keyingi holati. Ikkalasini ham ko'rsatyapti. Ko'ryapsizlar, juda ham oson. Finishni bitta bosamiz, bo'ldi. Endi Ctrl Z ni bosib bitta orqaga qaytamiz. Buni bosadigimiz ko'rinadi. Mana qilib glavni katta ekranga chiqarib olsak ham juda ham yaxshi ko'rinadi. Full qilamiz. Ctrl Z mana. Ko'ryapsizlar, ikkalasining rangi ikki xil. Birdaniga bilinadi. Mana shunday qilib do'stlar foydalanib ishlatsanglar bo'ladi. Bu bittasi. Hammasidan qisqa ko'rsataman do'stlar. O'zingizlar ko'rib, titkilab, qarab chiqaverasizlar. Endi kurslarimizda maydalab detalni o'rgatib ketganmiz juda ko'p narsani. Keyingisi Film Impact Dashboard. Bitta bosadigan bo'lsak, mana bu holatda bizga chiqarib beradi va qaranglar. Mana bu holatda ochiladi. Yana bitta ma'lumot aytib ketay. Film Impactni mana bu yoqda ham o'ziga yarasha film deb bosadigan bo'lsa, mana Film Impact mana. Film Impactni ancha-muncha aynan mana bu extensionlar orasida emas. Aynan mana bu yoqda ham hozir ustonovga variantlarni tashlab berdim. Ustonovga qilganlaringizga mana shunday sizlarga ham ochiladi. Ko'ryapsiz, juda ko'p. Transition sifatlari juda ham zo'r foydalansanglar bo'ladi. Ustiga bitta bosadigan bo'lsak, mana bu holatga o'tkazib beradi. Yoki buni ustiga bitta bossak, mana bunaqa holat keltirib beradi. Vignetni hozir chiqarib berdi, uncha bilinmadi. Ustiga 2 marta bossam, 2-3 marta men bosyapman. Qaranglar, ketmay-ket bosyapman. O'sha mana bunaqa chetlari qorayib kelyapti vignetni. Tayyor vignetni buni masalan kompyuterga kirib Lumetri colorga kirib yoki boshqa joyga kirib o'tirmaysizlar, shunchaki shu yerga kelib bitta bo'lsanglar vignetda hosil bo'ladi. Ctrl Z ni orqaga qaytib oldim. Keyingisi masalan transition ko'radigan bo'lsak, bu yoqqa o'tib olamiz. Masalan, transition ko'ra oladigan bo'lsak, transition odatda ikkita videoning o'rtasiga beriladi. Chunki bitta holatdan ikkinchi holatga perexod tarjimasi. Masalan, mana bitta bosadigan bo'lsak, qaranglar, mana ikkalasi belgiladim va ikkalasini belgilagandan keyin ustiga bitta apply deb bosdim, tushdi. Qarab turasizlar. Mana ko'rsanglar, mana shunaqa holatda ajoyib perexod bo'lib o'tib ketyapti do'stlar. Juda ham zo'r. Mana bu yoqdan effekt kontrol bo'limiga o'tib, mana buni tanlaydigan bo'lsanglar, perexodni bizga ko'rsatib beradi. Bemalol buni nastroyka qilib foydalanib, o'ngga, chapga, masalan 80% qilib, boshqa qilib, har xil holatda foydalanib ketsanglar bo'ladi. Ko'ryapsizlarmi? Juda ham chiroyli. O'zingizlar masalan bularni titkilab, qarab ko'raverasizlar, uje o'rganib tushunib olasizlar. Men masalan hozir bittalar hammasini aytib o'tirishga ko'p vaqt ketib qoladi. Ko'ryapsizlar, qanday chiroyli transitionlar, tayyor transitionlarimiz bor. Masalan, mana bu yoqqa, mana bu ikkitasini belgilaymiz. Bitta bosadigan bo'lsak, bu yoqqa tushadi. Ko'ryapsiz, juda ham chiroyli, plavniy o'tib ketadi. Maza qilib foydalansanglar bo'ladi qisqasi. Premiere Composer bu ham xuddi shunga o'xshagan plagin, tekstlari bor, har xil animatsiyalari bor. Buni After Effects'ga o'tib alohida qilish shart emas yoki boshqa dasturlarda yoki o'zida ham alohida noldan yasab o'tirish shart emas. Tayyor, ko'ryapsizlarmi?
Bu вообще zo'r, juda ham zo'r, to'g'risi. O'zim maza qilib foydalanaman. Срочный ishlarim bo'lsa, After'ga o'tmasdan mana shu yerda o'zida bajarishim uchun juda ham qulay. Bu playhead qayerda turgan bo'lsa, o'sha joyga tushadi. Masalan, hozir tanlaymiz. Bitta orqaga aytib olaylik mana. Masalan, mana buni tanladik. Bittasini tanlaymiz. Addda bitta bosadigan bo'lsak, bizga mana bu yerga tushib beradi va mana bu yoqda nastroykasi chiqadi. Bu yoqda qaranglar. Mana bu yoqqa kelib o'zgartirib, to'g'rilab bo'lmaydi. Chunki asosan mana tepada nastroykasi bor. Effect control bo'limida, mana animation composer bo'limini edit chiqadi o'zi mana. Edit bo'limi chiqadi. Mana shu joydan nastroyka qilamiz. Masalan, buni vaqtini cho'zmoqchi bo'lsak, mana masalan, vaqtini cho'zmoqchi bo'lsak, mana buni ko'proq qilishga to'g'ri keladi. 7 sekunddan ko'rdinglar, cho'zildi. Va endi tekstni yozmoqchimiz. Masalan, grafik stansiya deb yozadigan bo'lsak, grafik stansiya yozdik va mana bu yoqqa o'zimizga kerakli agency deb tanlab bold qilib qo'yamiz. Bo'ldi. Rangini ham kerak bo'lsa o'zgartirib qo'yishim mumkin. Masalan, o'zimga kerakli bironta rangni o'zgartirib to'g'rilab olishim mumkin. Va mana bu yoqdan stroke berib, to'g'rilab, kuchaytirib, to'g'rilab qo'yamiz. Va keyin transform o'zgartirayotgan joyimiz scale-ni masalan kattaroq qilishim mumkin, rotationini burishim mumkin. Mana shunday qilib do'stlar, har bitta tekstni ham mana shunaqa nastroyga qilib foydalanib ishlatishimiz mumkin ekan. Bo'ldi, endi masalan chiqib ketadigan bo'lsak, ajoyib holatda chiqib keladi. Ko'ryapsizlar, bu narsani qilishga nechadir sekund vaqt ketyapti. Juda ham qisqa va tez bitadigan ishlar. Osongina biz qilsanglar bo'ladi. Bundan tashqari mana sound effektlari bor. Вообще universalniy juda ham ajoyib plagin. Bepulga bizga masalan bu animation composer Mr. Horse buni sovg'a qilib qo'yibdi. Bemalol foydalansanglar bo'ladi do'stlar. Keyingi plaginimiz do'stlar Expression o'tib, Plural S ga o'tadigan bo'lsak, mana bu yoqda programma o'zida ham qilsa bo'ladi, lekin men open bosib, alohida mana shu Plural S da o'zini ochib olaman va o'zimga kerakli holatda bularni tashlayman. 1, 2, 3 uchalasini tashlayman, ketma-ket tushdi mana. Mana bu yoqdan yana ikkitani ham kiritib qo'ysam bo'ladi. Va mana bu yoqdan ko'ryapsizlar, alohida kamera. Har bitta kamerani ikkinchi kamera bilan solishtiradi. Mana shunday qilib, men 3-kameraga buni tushirdim. Juda ham yaxshi. Endi mana bu knopkani bitta bosadigan bo'lsak, bizga avtomatik to'g'rilab berdi. Ko'rgan bo'lsanglar, mana alohida qilib tayyorlab berdi. Bo'ldi. Endi masalan qolganlarni o'chirib tashlasak ham bo'ladi. Mana qolganlarni o'chirib tashladim, bo'ldi. Endi eksport qilishimiz uchun eksport tutta bosamiz. Premiere Pro, eksport tanlaymiz. Bo'ldi. Masalan, mana bu yoqda Plural S da tushdi. Programma o'chirib, bu yoqqa tushiradigan bo'lsak, mana tushdi. Bizga kerakli nimamiz tushdi va buni oladigan bo'lsak, 2 marta ustiga bosaman, bo'ldi. Bizga avtomatik holatda уже ikkita kamera tayyor bo'ldi. Mana shu ikkita kamera, endi ikkita kamera bilan qanaqa ishlaymiz deydigan bo'lsak, ikkita kamerani shunchaki buni nest qilib olamiz. Qaranglar, shu yerda buni ham ko'rsatib qo'ydik, nest qilib olamiz va bu yoqqa kelamiz, multikameraga kelib enable qilamiz. Bo'ldi, mana qaranglar, ikkinchi kamera ham o'tdi. Endi bitta mana buni yoqadigan bo'lsak, ikkita kamera alohida bizga ko'rinyapti. Qaysi kerak bo'lsa, mana bu kamera kerak bo'lsa, buni bosamiz, bu kerak bo'lsa, buni bosamiz. Mana shunday qilib do'stlar foydalanib ketsak bo'ladi. Menimcha manfaatli, foydali bo'ldi. Video yoqqan bo'lsa albatta like bosib qo'yinglar, obuna bo'lib qo'yinglar. Hali foydali kontentlar, videolar juda ham ko'p. Sekin-sekin hammasini ulashib boramiz. O'zingizlarni qanaqadir g'oyanglar bo'lsa, nimani o'rganmoqchi bo'lsanglar, Premiere Pro, Photoshop, Illustrator, After Effects qaysidan nimani o'rganmoqchisizlar, o'shani izohlarda yozinglar. Albatta mana shu bo'yicha bilimlarimizni ulashib boramiz. Bular bo'yicha 15 yillik tajribaga egaman. Xudo xolasa maksimal bilimlarni berib boramiz. Agar kurslarda o'qimoqchi bo'lsanglar, onlayn kurslarimiz ham bor. Maydalab tushuntirib, detalni tushuntirganmiz. 0 dan pro darajagacha chiqaradigan kurslarimiz bor. Xohlasanglar ularni olib o'qishinglar mumkin do'stlar.